Assalomu alaykum, aziz do'stlar, obunachilar. Hop, qisqacha tilloga texnik tahlil. Ko'rsatilganidek biz o'ylangan zonadan narx reaksiya olindi va selga ishlanyapti. Shu yerda ikkinchi marta bu yerda sabablar oddiy. Shu zonada reaksiya olgani uchun, kelib holat bergani uchun. Bu yerda mana soya qoldirib, narx pastda birikkani uchun bu yerda sel kirildi va bugun narx shu zonaga kelib, yana pastda birikkani uchun yana sel kirildi. Hop. Take profit hammani o'zini risk menejmentiga amal qilgan holatda depozitga qarab, lotlarga qarab belgilanadi. Hop. Va men kutayotgan zonalar примерно mana shu anomal shamning teng yarmiga, ya'ni imbalans zona hisoblanadi. Ya'ni mana bu yer, mana bu yerlar. O'rtasini oldim. Примерно shu yergacha tushib berishi kerak. Tilla juda chiroyli narxlarda yuribdi. Ya'ni maksimal narx 3004 narxdan reaksiya oldi. Tepaga ketishi potensial ko'p, trend o'suvchi baribir. Trend singani yo'q. Anonga selga shuning uchun qandaydir откат qilib beradi. Razворот, ya'ni kichik time frame'da. Trend mana bu trendgacha, mana bu imbalansgacha tushib, narx yana tepaga chiqishimiz mumkin. Примерно chiqsak agar 3028, 3022lar atrofida yana mana bu yerlarda razворот kutyapman. Narx yana tushishi kichik откатlarga. Globalniy razворотlar hozircha signal yo'q, tasdiq yo'q. Nima uchun? E'tibor qilinglar oylik shamlarda. Bir oylik sham har doim razворотный pattern qilib beryapti, lekin keyingi bir oylik sham har doim o'sha shamlarni buzib ketyapti. Tasdiq yo'q hozircha. Bizlarga endi katta ehtimol aprel yoki may oylari signal qilib beradi razворотga. Narxni qaranglar qanday anomal darajada o'sib ketyapti. Bu o'sish hali davom etmaydi. Ishonaveringlar, ko'plar aka mana ketyapti-ku, bu tarixda bo'lmagan narxlar bu, chunki unaqa o'sishlar degan odamlar bor. Adashasizlar. Tarixda mana sizlarga to'xtamay o'sgan joylar. Va tarix har doim takrorlanadi. 100% takrorlanadi. Men bu narsani mana shu yerda olaman. Narx to'xtamay o'sgan joyda olamiz. Xuddi shunday narx to'xtamay o'sgan joyga shunday qo'yamiz. Narxlar qayerdan beryapti? 3069. No, endi bular taxminiy narxlar, shuning uchun 3100 larda mo'ljal olyapman. Undan yuqorisi уже agar yuqori chiqib ketsa, 3300larga примерно chiqib ketsa, biza уже 3500 bilan 2000 narx orasida, ya'ni 2900larni atrofida qolib ketamiz shu yerlarda. Ancha vaqt. E'tibor qilinglar, tilla har doim kuchli o'sgandan keyin kuchli qulash bo'lgan, чтобы teparoqda narx birikishi uchun. Mana bunday qulashlar yana qilib berishi mumkin. Shuning uchun bular endi bizlarga ta'sir qilmasligi mumkin. Biz u vaqtlargacha bo'lamiz, bo'lmaymiz degan gaplar bor, to'ppa-to'g'ri. Shuning uchun yaqin orani ko'rib ketaveramiz. Haftalikda e'tibor qilinglar, narx juda chiroyli o'sib ketyapti. Trend juda chiroyli shakllangan va mana bu trenddan reaksiya olib turibdi. Ya'ni ham trend kopiya qilib birga qo'yganda mana shunday kanaldan reaksiya olib turibdi. Xo'p. Katta time frame'da anaqangi kanal bu? Ya'ni shu kanal ham shu yerga kelgan. Buni qanday topdingiz desalaring, unaqa tepaga qo'yishdi. Mana bu orada trayektoriyalar o'lchab qo'yilgan bular. Ya'ni bu yerga qo'yilgandan keyin mana bu siljib ketgan o'zi asli mana bu yerda bo'lishi kerak. Mana payt qimirlab ketgan. Mana bu oraliqdagi trayektoriyani o'lchasak, mana shu joyda. Mana shu zonalarni bergan va tepadagi kanal shunday topilgan. Xuddi shunday hozir shu yerdan reaksiya olib turibdi shu atroflarda. Bularga prinsipial qaramaymiz. Bular kerakmas liniyalar. Kelinglar 3100 dan belgilab qo'yaylik примерно. 3100. O'sha yerlarda qandaydir narx tushishini kutaman. Hozircha kichik time kunlik savdoda bizada narx kuchli o'sgandan keyin bitta откат olish kerak. Ya'ni
Bizni ittifoqiylar maksimum bu. Korreksiya tushdi desang, u korreksiya hisoblanmaydi hali. Maksimum bu va minimum bizga qilib berish kerak bitta. E'tibor mana. Kuchli o'sib chiqqandan keyin minimumlar qaranglar qanday yasab bergan. Mana shunaqa holat kerak bizga. Agar biza mana bu yerdagi impuls korreksiyani olsak, buni ishlab berdi 100%, bizga endi bitta yana korreksiya kerak tepaga. Agar oxirgi minimumlar mana bu minimumlar buzilsa, biz pastga qarab ketaveramiz. Birinchi minimum mana bu. Shu yerdagi minimum buzilsa, biz pastroq yana baribir bu yerlarga kelamiz primerno. Mana trendlar bor. Mana shu trend hozircha buzilib turibdi. Ya'ni proboy holatda turibdi. Keyingi sham pastda ochildi va shu sham pastda yopilsa, biza yana ancha pastga ketamiz. Boshqa faktlarni ko'rsatishga ancha hojat yo'q. Zonalarni oldingi videolarda ko'rsatgan edim. Prosta masalan shu zonalarga kelganligini va qanday ishlashini ko'rsatyapman. Shunchaki shu zonamizga kelganda narx pastda yopilgandan keyin tasdiq hisoblanadi doim. Bugun ham shu yerga keldi, tepaga kirdi-yu, pastda yopilgani uchun tasdiq bo'ldi. Keyingi shamlarda уже сделка ochildi. Hop, kommentariyalarda o'qib qoldim, Bitcoin'ga analiz bormi degan. Bitcoin'ga analizlarim bor. Bitcoin'da men uzoq muddatga ishlayman. Kichik time frame'larda analiz qilmayman. Bu shunaqangi bir paraki, ya'ni aktiv shunaqangi kichik time frame'da men bunday holat ko'rmayman rosti. Prinsipi buni faqat qancha kuchli tushganda shuncha sotib olish kerak spotda. Mani taxminim bo'yicha shu 49 minglargacha tushishi mumkin. Tushgandayam. Atak bizada mana bu kuchli zonalar bor. Bularni buzib o'tgan ekan уже. Bularni buzib o'tgan bular. Keyingisi mana bu bor. Shularni buzib o'tsa, где-то 53 ming va 49 ming atroflarida sotib olsa bo'ladi. O'sha atroflarda keyin buni o'shadek bilaman уже bular ancha oldindan kutgan edim shu narx tushishini. Qayerdan tushishini, qaysi narxlardan tushishini уже o'tgan yili aytib o'tganman va shu zonalarga keldi va shu zonalarda savdo qilinyapti. Bitcoin men uchun nima uchun kerak? Uncha ko'p savdo qilmasam ham aslida qolgan kriptoga ta'sir qiladi. Bu tushib ketsa qolganlari ham tushadi. Bu o'ssa qolganlari ham o'sadi. Shuning uchun aslida buni analiz qilaman va qolganlarini ham o'shanga qarab ishlayveraman. Ularni texnik analizga qarab ishlayveraman. Bu qanday desam sizlarga? Pullik kanallarda, valyuta paralarda misol tillo bo'lsa, tillo narxi o'sib ketaversa, qolgan pul birliklarini qadrsizlanib ketaveradi-ku. Bunda ham xuddi shunday. Kriptovalyuta, Bitcoin qancha o'sib ketaversa, ketidan qolganlari ham uni qiladi. Xuddi tilloni kriptovalyutadagi ko'rinishdagi narsa. Ko'plar aytadi, tilloni kriptoda ko'rinishi yo'q deydi. Tilloni kriptoda ko'rinishi mana shu tilloda, Bitcoinda. E'tibor qilinglar. Bitcoin o'ssa qolgan kriptovalyuta o'sadi, boshqa bo'ladi. Tillo ham o'ssa, boshqa bo'lsa, qolgan valyuta paralariga ta'sir qiladi. Ya'ni kriptovalyutani kripto rezervi bu Bitcoin. Valyuta paralarida, misol dollarda yoki boshqa pul birliklarini rezervi bu tillo. Xuddi shunday, bu ham shu narsa. Va grafikka qarasalaring почти o'xshash. Qarang qanday kuchli tushib, tepaga chiqib ketyapti. Xuddi shu narsani tillo ham qilgan. Kuchli tushib, chiqib ketyapti. Ya'ni mana bu yerda chashka ruchka modeli bu. Bunda ham xuddi shunday. Tilloda ana shunaqangi bir analiz mana. 66 mingga tushgandan keyin bitta tepaga narx o'sib chiqib beradi. 100 ming yoki 100 ming примерно mana shu hozirgi joylargacha 108 ming shu atrofida, ya'ni 100 ming bilan 115 ming atrofida bizga korreksiya qilib, keyin narx yana tushib beradi 55 minglarga, 55 mingdan 66 ming, shu mana shunaqangi bir harakat trayektoriyasini kutyapman. Yaqin yillar ichida. Agar shu holatdan qilib bersa, где-то 38 ming, 32 minglarni kutyapman. Shu yerlarda bitta olib qo'yaman spotda. Aytishlari mumkin, tushmasligi mumkin. Bu hech qachon tushmaydi. Хорошо, tushmasin. Men buni prinsipialno tushadi deganim yo'q yoki boshqa deganim yo'q.
Lekin shu yerlarga kelib qolsa sotib olaman va mana shu narxlarda savdo qilaman. Hammani o'zini fikri bor, hammani o'zini dunyoqarashi bor yoki analiz tutumlari bor. Menda shunaqangi analiz mana. Kichik taymfremda qilmayman. 1 soatlik, 2 soatlikda даже kunlikda ham savdo qilmayman buni. Analiz qilmayman. Не стоит-da. 1 kunlikka ham o'tamiz, qaranglar. Sizlarga bittarsini aytaman, Bitcoin'da ishlaydigan eng zo'r narsa bu uchburchak modeli. Qanday? Qaranglar. Bizda mana holat bor. E'tibor qilinglar. Uchburchak qaysi tarafga buzsa, o'sha yoqqa ketadi degan qoida bor, bilasizlarmi? Pastga ketgan-ku ana, uchburchak buzib. Endi xunuk holatda ko'ringan, любой impulsdan keyin korreksiya qoladi-ku, o'shanda uchburchak yasab ketadi bu. Ishoninglar, любой uchburchak buzib pastga ketib, o'sha yoqqa ketaveradi. Past odatda bunaqangi impuls harakatdan keyin korreksiya qilganda shunaqangi uchburchak modeli qilib beradi va bir tarafga harakatlanadi. Ostidagi misol mana. Kichik taymfremdagi gridga ko'rasizlar, lekin 4 soatdan yuqorida pastdan ishlab bergan. Mana sizlarga oddiy misollar. Manaki Bitcoin'da ishlamoqchi bo'lsangiz, mana shunaqa modellarni topib ishlayverasizlar. Kuchli o'sib chiqqandan keyin yoki kuchli qulagandan keyin har doim ishlagan. Men buni Bitcoin'ni sizlarga aytaman, qayerdan boshlab kuzatib kelaman. Tradingga kirganimdan beri 24 ming atroflari mana shu narxlarda kuzatib kelaman. Любой joyda, любой taymfremda bu uchburchak yasaydi kuchli o'sib chiqqandan keyin va narx o'sib ketaveradi. Oddiy misollar mana. Tregonik modeli. Ketdi tepaga. Oddiy misol mana yana. Mana shular har bittasi savdo qilganman, ya'ni futuresda, spotda emas. Buzgan sell ketdi. Keyin narx tushgandan keyin e'tibor qilinglar. Mana bu yerda 1 soatlikda kichik uchburchakcha bor. Agar ishlamoqchi bo'lsangiz, mana shu narsani topib olinglar, kuzatinglar, buzib chiqqandan keyin o'sha tarafga ketadi. 90% ishlab bergan har doim. Faqat impulsiv narx tushgandan keyin yoki impulsiv narx chiqqandan keyin bunaqangi flat holatga tushib qoladi-ku, o'shanda. Misol qaranglar. Mana bu yerda uchburchak topib olgan bo'larlaring, представить qilinglar. Mana bu holatda. Pastga buzdi-ku. Stop namaga qo'yasizlar примерно. Endi stop olgan bo'lasizlar. Mana korreksiya uzun bo'lib qolyaptimi, kutasizlar bunda. Holat qarab, korreksiya davom etib ketishi mumkin-da. Unga u uchburchak 100% ishlayotgan deb gapga qo'yib, holatga qarab tasdiq topib ko'rasizlar mana. Bunday holatlarda ko'ryapsizlar-ku, kelyapti 1 gram tepaga ham pastga ham buzgani yo'q. Kelyapti, mana bitta buzib chiqdi. Mana shu yerda sizlarga mana sham ko'ryapsizlarmi? Pastga откат berdi-ku, keyin tepaga chiqdi. Hamma mashina bay olgan bo'ladi, lekin aslida sal ketgan o'sha payt. Mana bu yerda kichik taymfremda bor edi. Sell. Kichik taymfremda shunday ishlasa bo'ladi Bitcoin. Boshqa usullarini anaqa katta taymfremda narxlarga qarab. Narxlarga qarab ishlayverasizlar. Men bu yerdan sell ketishini o'sha davno aytib o'tgandim. Kanallarda, videolarda ko'rsatsalaring bo'ladi. Bir marta shu yerda sell bergan edim, shu bilan tushgan edi va kelib qaytib shu zonadan, ya'ni mana shu trenddan yana bitta ketdi. Yomon emas hozircha bu. Balkim kuchli tushishdan keyin откат olib, yana urib yuborishi mumkin. Kuzatamiz. Hozir hamma buni sotib olyapti-da, narx tushyapti-ku. Zo'r narxlarga tushdi-da, 83 ming. Kimlargadir bu yaxshi narxda sotib olish uchun, ya'ni 150 mingdan mo'ljallayapti. Balki ketaveradi pastga, muzib. Yana pastga ketadi. Mana shunday ketaverishi mumkin. Qolgan kriptolar tushib ketishi mumkin-ku, deyish mumkin. Hozir Amerikani yangi siyosati kuzatib turish kerak, chunki ular kriptovalyuta bo'yicha
kriptorezerv, ya'ni birinchi kriptorezervi bor davlat bo'lmoqchi va shu narsani amalga oshiryapti. Bu ta'sir qiladi yaqin orlarda. Tilda shu bizada holat bor. Mana shu shamni pastda shunday buzsa, biz ketamiz teng mana shu shamni yarmigacha. Ya'ni mana bunday holatda. Tak. Mana zona. Va shuni keyin o'tamiz, 4 soatga o'tamiz, nima borligini ko'ramiz. Bizda mana bu anomal shamga to'g'ri kelyapti. Buni teng yer bilan qaytish mumkin, lekin mana shu yerdan kutamiz. 3 soatligini ko'rish kerak, 2 soatligini ko'rish kerak, qayerdan berib ko'rasiz. Hammasi bitta anomal shamga to'g'ri kelyapti. Ko'ryapsizlarmi? Katta shamga to'g'ri kelyapti. Rosa taqmasdi bu narsalar. Bunaqasidan tasodif qaramayman. Shu yerlarga kelsa, tepaga yana narx o'sishiga analiz qilsa bo'ladi. Xo'p, qisqacha shu ya'ni tilloda ko'rib turibsizlar, любой откат bayib ketyapti hozircha. Shuning uchun buni o'qimaslik kerak, shoshmaslik kerak. Qaranglar, qanday chiroyli trend hosil bo'lganini. Mana bunga qo'yganmiz. Mana bu maksimumga. Va qandaydir holat bo'lishi uchun mana bunday qo'ygan bo'ladi. Mana bu yerdagi maksimumlarga tekrar qo'yamiz. Qaranglar, 3600 uchun bitta 3100 gacha примерно beryapti. Borsa ham shu necha kelsa 3100 gacha keyin mana qo'yamiz. Shunaqa holatdan ko'ryapman. Qisqacha shu savollaring bo'lsa bemalol yozib qoldiringlar, javob beramiz qo'ldan kelgancha. Savollaringni keyingi videolarda, ya'ni javob tariqasida ko'rsatib ketishga harakat qilamiz, ya'ni iloji boricha. Bemalol beraveringlar. Faqat sizdan iltimos qilaman, buymi, sellmi degan savollarni bermanglar. Bu umuman mantiqsiz savollar. Buy va sell mana busi endi bu narsa har bitta treyder o'zini shaxsiy tanlovi. Siz tanlaysiz bu narsani. Buymi, sellmi. G'oya yana bitta masala bu, bir xil aytar aka, g'oya qanaqa, sellmi, buymi deydi. Unaqa gaplar yo'q tradingda. Sellmi, buymi degan narsa bu qimorchilarning gapi. Bizda g'oya bor. G'oyada mana shu narxlar, shunaqa kelganda savdo qilamiz. Men любой o'zim bilan ishlagan ko'rib, men professional deb bilayotgan treyderlarga g'oyamni tashlasam, ular meni g'oyamni tushunadi, men ularning g'oyasini tushunaman. Bir xillarga mana shu narxlarda savdo qilaman desam, shu narxda buymi, sellmi deydi. Mana shunaqa savollarga sal tushunmayman unaqa savollarni. Savol to'g'ri berish o'rganinglar. O'zimni ham professional deb ko'rmayman, lekin bergan savollaring noto'g'ri savollar. Agar shu narsani o'rgansalaring, savdo qilishda g'oyalar qilib, ya'ni texnik tahlillar qilib ishlashni o'rgansalaring, ertaga o'zlaring tushunib olasizlar nima uchun savol noto'g'riligini. To'g'ri tushunaman, ko'plar daraxt qo'ygan, boshqa qilgan, katta minus qo'ygan, o'sha zararni chiqarish kerak. U qilgan zararlaringizni unutingizlar, chiqaraman deb harakat ham qilmanglar. Lutchi o'z ustlaringda ishlab, bilimni orttirib, savdo qilishni o'rganinglar. O'shanda daromad qilish boshlaysiz. Bir kunda chiqara olmaysizlar qilgan minuslaringni. Bitta katta summa qo'yib, bitta katta lotdan bitta dilka ochib chiqarib olaman degan fikr noto'g'ri fikr. Shuning uchun riskka amal qilish kerak. Ya'ni risk management. Ko'rishguncha sog' salomat bo'lasizlar.